Mana men shahardan keldim, obrachlar. Alayhissalom do'stlar, sizlar bilan men Artex Minecraft. Mana men shaharga o'zimga instrumentlar sotib olish uchun borgandim. Mana ko'rishingiz mumkin, o'zimga antiqa instrumentlar sotib olib keldim. Yaxshi bolalar. Endi mashinachamizaga o'tirib, qishloqqa ham borib olsak, uyimizga borib olsak bo'ldi. Qishloqda adashmasam bir necha kun bo'lmadim. Bitta shetin do'stimga aytgandim. Nima, mening fermamga qarab tur deb polizimga kirachi, endi qarab turgandir bilmayman. Qarab turgan bo'lsa yaxshi, qarab turmagan bo'lsa yomon. Do'stlar, mashinamizni garajga olib kiramiz. Okey, yo'ldoshlar. Endi buni eshikda yopib qo'yamiz. Oldi tep qolmadimikan? Yo'q, tekkan yo'q. Yaxshi. Eshik sotmoqchi edim. Eshiklar juda qimmat ekan, garaj eshiklari. Va bizga qishloqda o'g'rilar yo'q. Nima qilaman, eshik qo'yib garajga? To'g'rimi? Baribir. Xullas, gap cho'zmaymiz. Xo'p, meni jonajon uyim. Bu yerlarda kimdir nima shavol qilibdimi? Yo'qmi? Lekin chiroyli ko'rinyapti sizlarga aytsam, gap yo'q. Meni o'zimning uyim. Yo'qmi? Chamol ketdi hamma ikki kun ichida. Hamma instrumentlarni qo'yamiz va o'z ishimizda qilishimiz mumkin. Telefonni olay, aytgancha telefonim esimdan chiqib ketib qolgan ekanman. Yo'qmi? Esimizlar. Yo'qmi? 100 ta SMS kelibdi, Jennerson. Yozib qo'yay do'stlarimga. Xo'p, qishloq shaharda edim deb, fermam la'nati bir jitillar. Jennerson. Mayli, jitilga aytib qo'ygandim. Hamma shuncha ham qarabdi. La'nati. Mayli. O'zimizga olamiz bularni. Okey. Keyin janob merga oldiga borib, bular topshiramiz. Bosib olmadimmi? Okey, fermamichamiz, polizimiz yaxshi o'smabdi, chunki jitil qaragan endi. Xo'p, qo'l tegdi qilgan, bilmadim. Okey, mayli. Lekin, jinirsin 2 kun ishlamayman. Qancha bulardan foyda ko'rardim, yo'q. Ozgina jinirsin qaranglar, juda oz. Juda kam. La'nati. Mayli. Endi borib jaromlarga topshiramiz va shahardan kelganimizni aytamiz. Hop, salonchidan nima qilyapsan? Oylik tushmayapti. Oylik tushmayaptimi? Mayli, nima oylik tushmaydi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ortiq sog'misan? Bobo, assalomu alaykum janob. Va alaykum assalom. Shaharda bobay kelibdi. Bobom, unga bitta cho'tka qilib uy qurib berish kerak. Usta jitillarimiz hozircha qishloqda yo'q. Bobo, mayli, uy quribsam qurib beraman. Bola tezroq charchaganman. Xo'p, jinirsan obrachlar. Shahardan bobom kelibdi. Yo'q, endi biz unga uy qurishimiz kerak. La'nati. Mayli, yangi instrumentlarimdan foydalanib uyda quraveramiz, deb problem emas. Uyga qurib, garaj qurib o'rganib ketganman. Ustachilikka ishga kirmasam ham bo'ldi edi. Mayli, avvalgi videolardan ortib bo'lgan bloklardan foydalanamiz. Xo'p, mana bu yerda 1 2 3 bu eshik la'nati mayli shu yerdan qo'yamiz bloklarda. Chirasi tugab qoldi. Mayli, olib kelamiz. Yangi instrumentlarda tezligini bilib olamiz. Bir naqada bahonada. Xo'p, mayli. Endi bu yerda okey. Yaxshi obrachlar, gap yo'q. Xo'p. Endi yana ichkariroqdan daraxtlarni chopib kelamiz. Shunaqa oq daraxtdan, ya'ni oddiy normal daraxtdan quraylik. Xo'p, bobom qora daraxtlarda yoqtirmaydi. Voy la'nati. Yo'q, ot qo'rqitib yubording. Qora ot tasavvur qilinglar, o'rmonda bir o'zingizsiz. Tasavvur qiling, qop-qora ot yo'lingizdan birdaniga chiqib qolyapti daraxt orqasidan. Eng qizig'i daraxt ham qora. La'nati. Ular meni qo'rqitib o'ltirib yuborishadi, Jennerson. Menimcha 15 ta daraxt taxta yetib qolsa kerak. Boshqa o'rmonga kirgim kelmayapti. Sababi qo'rqinchli, sizlarga aytsam, kun bo'lishiga qaramasdan adashib qolish hech gap emas, sizlarga aytsam. Xo'p, okey. Endi borib, mana uni bunday endi bu yerlarga ham qo'yib chiqamiz. Mayli, bunaqasi biroz uzunroq qilamiz. Xo'p, qo'ysanchi. Mayli. Xo'p, albatta kommentariyga bir narsalar yozib keting. Nimaligini bilmayman. Mayli, chiqirsin. Okey, obrachlar qo'yib oldik.
Mayli. Xo'p, nega jim bo'lib qoldi deysizmi? Ko'p gapiraverib tursa og'zim charchab ketdi, jag'im og'rib ketdi, la'nati. Mayli. Xo'p. Hop, yetmay qoldimi deyman. Bu yerdan bitta olamiz. Qo'shnim so'kmaydi deb umid qilaman. Bo'lmasa kerak. Hop, mayli, bu yetadi, aniq. Ortib ham qolsa kerak. Yo'q, ortib ham qolmaskan. Точный mayli. Baribir yetmadi. Buni olib, o'rniga tosh qo'yamiz. Chunki sababi pastni polda toshdan qilsak, ancha yaxshiroq bo'ladi sizlarga aytsam. Hop, mayli. Bobomga o'zi shunaqa ixcham, kichik lekin ixcham uylar yoqadi. Shaharda ham domda yashayotgandi. Anchadan beri bobomni ko'rmagandim. Bu yerga ham yetmay qoldi. Qo'shni uyda ekanlar edi. Bitta uydan blok olsak, menimcha bo'lmasa kerak. Mayli. Obunachilar, endi nima qilamiz? Biza tomni yopishimiz kerak. Tomni yopishga tomida toshdan qilamiz, yarimtalik tosh bloklardan. Hozir shaxtadan borib tosh bloklarni olib kerak. Temir, la'nati, omadim kelyapti, adashmasam. Temirni olamiz. Temirni ko'pi bo'lmaydi. Xo'p, mayli. Lekin baribir yangi instrumentlar olib kelganman shahardan. Temirli instrumentlar kerak bo'lmasa kerak, yana bilib bo'lmaydi. Xo'p, bu yerlardan toshlarni olamiz. Okey, bu yerdan yetsa kerak deb umid qilaman. Adashmasam yetadi. Pastdagi bloklarda emas. Bu yerni to'g'rilab qo'yaylik. Yana bundan keyin kelgan shitlar tushib ketdi, dabdalasi chiqib ketmasin, to'g'rimi? Albatta to'g'ri, kim aytdi sizlarga noto'g'ri deb. Mana bo'ldi. Bu yerdan temirni olganimizda hech kim bilmas kerak, sababi temiringdan beribdi deb shitlar kelib meni haq qilib olishlari mumkin. Bularni yarimtalik bloklarga aylantiramiz. Versak meni uyimda bor edi. Negadir yasamabman, sababi xullas. Yerini yasashga toshlarda, yarimtalik toshlarda shunday yasalardi. shunday yasalardi, lekin to'g'ri bo'lmadi sizlarga aytsam, bunday o'zi tayyor yasalaydiganda yasab olamiz. 48 dan hozir 18 ta qilaylikchi, 18 ta yetib qolsa kerak. Oddiy kichik uychani tomga qanday yetmasligi mumkin, to'g'rimi? Albatta to'g'ri. Xo'p, men aytgan har bir so'z to'g'ri bo'lib kelgan, bundan keyin ham to'g'ri bo'ladi. Xo'p, bu yerga qo'yamiz. Endi chiqib yarimtalik bloklarga qo'yamiz. Okey. Mana yaxshi. Bobomning qishloqqa kelgani ham yaxshi bo'ldi. Bobom ancha obro'li odamlardan, ya'ni bobomni qishloqda hamma taniydi deyarli. Men shu bobom bu qishloqda avvallar yashagan uchun aynan allallat yetmay qoldi. Aynan shu qishloqqa kelganman. Adashmasam bu qishloq 84-qishloqmida shunaqa edi shekilli. Mayli, qiziq emas. Nega sizlarga bularni aytib boshingizni og'rityapman, o'zim ham bilmayman. Mayli, kanalga obuna bo'lib qo'ying, shunda videolar tezroq chiqadi. Biz tezroq 200 ta bo'lib olishimiz kerak. Juda ozgina qoldi. Sizlarga bu yerda noto'g'ri qo'yildi. Olamiz. Shuning uchun tezroq kanalga obuna bo'ling. Bu meni motivatsiyamni osmonlarga uchiradi. Xo'p, mana do'stlar, tomni ham yopib oldik. Endi ichkariga kirib boyagi tosh bloklarni olamiz va bu yerdagilarni ham yo'qotamiz. Yarimtalik tosh bloklar o'ziga kerak bo'lishi mumkin. Ularni ham bobomga qoldirib yuraymikin. Bu yerga ana eshik. Bilganim aytgandim sizlarga, biror kun kerak bo'ladi yoki sotib olaman degandim. Mana kerak bo'ldi. Eshigini ko'pi bo'lmaydi. Shunday ekan, buni yana sandig'imizga solib qo'yamiz. Sababi ortgan narsalar qachonlardir yana kerak bo'ladi. Xo'p, mayli, bularni birlashtiramiz, qo'yamiz. Ikkita tarafda. Xo'p, okey, buni toshdan qo'ydim. Bu narsa kerak bo'lmasa kerak menga. Hop, versakda buni, stop, versak emas, pechka.
La'nati, temir pechga qo'yish kerak-ku. Ha, mayli. Endi borib janob merga va bobomga aytishim kerak. Qani, bu yerga qo'yaylik. Bunisi-chi, bunisi yo'q, bu yer emas-da. Mana bu yerdan olganim-ku har taxtani. Mana bunday qilib yopib qo'ysak, menimcha hech kim asabiylashmasa kerak. Sababi ochiq joy, yopiq joy yopiqlicha qoldi. Bu yerlarni mana shunday qilib chiroyli qilib qo'ysak, lapotka bilan yaxshiroq bo'ladi. Telefonda do'stlarim yashabdi. Hozir shahardan keldim, jinirsan. Keyinroq o'zim yozaman. Hop, ovozli xabar yubordim. Yaxshi. Jalomer. Ha, nima bo'ldi? Uyni qurib bo'ldim. Bobo, siz ham borib o'ynashingiz mumkin. Yo'q, nevaragina, rahmat senga. Shahardan senga sovg'alar olib kelganman. Sovg'alar degan yoshda emasman, unda mayli. Bug'doylarni urug'dan ol, menga bular kerak emas. Nega kerak emas? Jir sahr bu sabzavot emas-ku. To'g'ri. Quruq la'nati, quruq urug' tursa nima qiladi janob? Yo'q, ishlar. Mayli, karimjoni bo'lib qo'ying. Men bularni uyimga qo'yaman, albatta qachonlardir kerak bo'ladi. Xo'p. Bu yerda bular, mayli, ona qo'ydik. Hop, mayli. Endi bobom, meni mersam, voy, biram zo'r mashinam bor. Bobom ko'rsa, berib tur, meni biror joyga boray deb aytib qo'ysa, lekin nima, meniki emas deb qo'shnimiki deb qo'ysam kerak. Bobom uyga o'ynashdimigan? Derazalarni ham qo'yib bo'libdi oilalarda. Bobo, kel bolam. Uyingizga joylashib olibsiz-ku? Ha. Endi mebellarni kelishib tutyapman. Bitta mashina olib kelishlar kerak. Okey. O'z yaxshimisiz? Nima bo'ldi shaharga? Nima yerga keldingiz? Seni shu yerda yashagani eshitib, shu yerga kelaverdim. Shaharda bitta o'zim zerikdim-da. Ha, mayli bobo, mayli. Obunachilar hammaga xayr, men bilan biroz gaplashib o'tirishim kerak. Anchadan beri u bilan ko'rishmagandik. Xo'p, sizlar bilan Artex Minecraft bo'ldi. Sog' bo'ling.